Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Bugungi roligimiz ham yo'qotilgan sog'liqni izlab, rukni asosida ishlanayotgan serial roliklarimiz davomi. Bugungi roligimizning mavzusi unsurlar haqida. Ya'ni mana 4 ta unsur bor. Bu tabobat ilmini birinchi ustuni hamda alifbosi hisoblanadi. Bu 4 ta unsursiz hayot bo'lmagan bo'lar edi. Shayxur Rais, ya'ni bobokalonimiz Abu Ali ibn Sino bir chiroyli ibora keltirgan. Agar deydi shu 4 ta rukunni, ya'ni o'sha 4 ta unsurni deydi hammasi bir xil tabiatli bo'lganda deydi, insoniyat kasallik nimaligini bilmagan bo'lardi deydi. Lekin har bitta unsurni o'ziga xos massa og'irligi, o'ziga xos kimyoviy, fizik xossalari mavjud. Keling Shayxur Raisni har bitta unsurga bergan ta'riflarni bir ko'rib chiqaylik. O't, ya'ni unsurlar ilmining birinchi unsuri, ya'ni o't, olov bo'ladi. O't oddiy jismdir. Tabiiy o'rni unsurlarga tegishli hamma jismlarning ustidadir. O'tning o'rni osmon gumbazining shundoq bir sathida bo'lib, vujudga kelish va buzilish shu yerga kelib tugaydi. Uning shundoq o'rinda bo'lishi mutlaq yengilligidadir. Tabiati esa issiq va quruq deydi. Osmon gumbazini osmon gumbazining shundoq bir sathida bo'lgani degani bu yerda quyosh tasavvur qilinadi. Quyosh birinchi navbatda bizga yorug'lik, ikkinchidan issiqlik manbai hisoblanadi. Quyosh yer yuzidagi hayotning asosiy garovi hisoblanadi. Endi ikkinchi usulimiz havo haqida qanaqa ta'rif bergan ekan Shayxur Rais. Mana eshitaylik. Havo oddiy jism bo'lib, tabiiy o'rni suvdan yuqori, o'tdan tuban. Chunki u nisbatan yengildir. Tabiati issiq va ho'ldir. Havoning koinotda mavjudligi barliq narsalarning bo'shashishi, yengil bo'lishi va ko'tarilishi uchundir deb ta'rif beradi. Yer yuzidagi jamiki jonzot nafas oladi. Jonzot bo'lsin, nabotat bo'lsin, qaysi birlaridir kislorodni qabul qiladi, karbonat angidridni chiqadi. Qaysi birlaridir o'sha karbonat angidridni qabul qiladi va kislorodni chiqazadi. Uchinchisi suv. Suv haqida Shayxur Rais nima degan ekan? Suv oddiy bir jism bo'lib, yer va havo o'z tabiiy o'rinlarida bo'lganida u o'z tabiiy o'rni bilan yerni o'raydi va havoga urilib turadi. Shunday o'rinda bo'lishiga sabab uning nisbiy og'irligidadir. Tabiati esa sovuq va ho'ldir. Mana o'zingiz bilasiz, yer sharining 3 dan 2 qismi suvdan tashkil topgan. Suvni inson organizmi uchun qanchalik muhim ekanligini buni o'zingiz ham bilasiz. Sababi inson organizmining 75-80% suv tashkil etadi. Deyarli inson organizmidagi kimyoviy, biologik, fizik xossalarni deyarli hammasida suv qatnashadi. Endi 4-chi unsurimiz bor, ya'ni tuproq. Shayxur Rais nima deb ta'rif bergan? Tuproq oddiy jism bo'lib, uning tabiiy o'rni hamma jismlardan tubandadir. U o'z tabiati bilan shu o'ringa mosdir. Agar o'z o'rnidan ajrasa, yana shu o'ringa qarab harakat qiladir. Bu tuproqning mutlaq og'irligidandir deydi. Uning tabiati sovuq va quruqdir deydi. Tabiatga nega shunaqa xususiyat berganligini bilasiz. Sababi
yerni o'zini tortish kuchi bo'ladi. Agar chang osmonga ko'tarilsa, oxir oqibat baribir shu yerga qaytib tushadi. Yoki tiniq turgan suvni loyqalatib, ma'lum bir vaqtdan keyin yana shu ostiga cho'kadi-da, suv tiniqlashadi. Mendeleyev jadvalidagi barcha elementlar aynan mana shu tuproq tarkibidan topiladi. Ben kecha albatta uzr so'rayman, mana shu umsallar haqidagi roligimni ishlab tashladim, lekin ba'zi bir joyda mana o'tda tabiatini issiq quruq, havonikini issiq nam, suvnikini sovuq ho'l, tuproqnikini sovuq quruq deb tabiat berildi-ku. Aynan mana shu tabiatga nisbatan bitta sifat berishga harakat qildim. Qarasam keyinchalik mana mizajlar ilmida, xiltlar ilmida bu ancha o'zgarish olib kelishini sezdimda, o'sha rolikni o'chirib tashladimda, qaytadan mana shu bugungi rolikni ishlab e'tiborlaringizga havola qilyapman. Albatta roliklarni ko'rib kuzatib boring. Bundan keyingi ma'lumotlarimiz bundan ham qiziq bo'lib boraveradi. Albatta like bosib qo'llab-quvvatlashingiz juda ham zarur. Izohlarda Telegram kanalini berganmiz. Shu Telegram kanaliga kirib, agar qanaqa savollar bo'lsa, savollar berishingiz yoki mana anketa savollar tashab qo'yganmiz. Shularni tashab qo'ysiz, o'shalarni to'ldirsangiz, mana nishon a'zo kasalliklari hamda mana oriziy o'tkinchi mizojlarni aniqlashni anketa savollarini tashab qo'yganmiz. Bemalol javob bersangiz, sizlarga tashxis qo'yib, sizni hozirgi mizojingizni aniqlab, qanday ovqatlanish, qanday giyohlar ichish kerakligini tavsiya qilib bera olamiz. Qanday savollar bo'lsa, albatta kommentariyalarga yozib qoldiringlar, javob beramiz. Keyingi roliklarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.